qorningizni ochsangiz zo'r bo'lasiz, u yoq bu yoq deb menga yopishib olishdi. To'y bo'lish kerak, ozishim kerak, o'zgarishim kerak deb qiziqdim. Chokim ochilgandan keyin menda xotir bo'ldi. Bu nekroz terini chirishi ekan. Hozir sizlarda birinchi marta so'raganingiz uchun mana gapiryapman. Kuni kecha ijtimoiy tarmoq xalqimiz orasida ko'kosh taxallusi bilan tanilgan blogerning operatsiyasi bilan bog'liq videolarga to'ldi va bu keskin muhokamalarga sabab bo'lyapti. Menda nekroz bo'lib qolgan, operatsiyamni ertasi kuni qora o'sha dog'ni ko'rdim. Jarrohlik amaliyoti poytaxtimizning Chilonzor tumanidagi aynan mana shu xususiy klinikada o'tkazilgan. Biz hozir bemor blogerning oldiga keldik, u bilan suhbatlashamiz. Noyabr oyida reklama bo'yicha shu men partnyorim Abbos xo'ja bor. Shunaqa qilib kelib qoldim men. Kelganimdan keyin shu yerdagi shu meni ish boshqaruvchisi sizni ozdirish kerak, abdomen qildirish kerak. Shu yopishib olishdi o'shanda. Menda qorin jir olingan, liposatsiya, abdomen plastika qilingan. Menda shu ko'pchilik menda oshqozon deb o'ylayapti. Menda oshqozon emas, yog' olingan, teri kesib olib tashalgan. Mana o'zi sizni xalqimiz ko'rinishingiz bilan qabul qilgan. Bu jarrohlik amaliyotiga nima uchun ehtiyoj sezdingiz? Qorningizni ochsangiz zo'r bo'lasiz, u yoq bu yoq deb menga yopishib olishdi. Men bu klinikadan $1 ham olmaganman.